Shoh va shoir Bobur yurt Andijonda, bir go'sha bor orom berar tanu jonga. Bu maskan Bobur sihatgohidir. So'lim tabiat qo'ynida joylashgan ushbu sihatgohda tayanch harakat a'zolari, periferik asab tizimi, ovqat hazm qilish, nafas olish, yurak qon tomiri tizimlari, teri kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni malakali mutaxassislar mo'jizaviy, madanli shifobaxsh buloq suvi bilan davolaydilar. 1 va 2 o'ringa mo'ljallangan oddiy va lyuks xonalar dam oluvchilar ixtiyorida. Oilaviy dam oluvchilar uchun qo'shimcha kottejlar ham mavjud. Davolash korpusi bo'limida o'rtacha minerallashtirilgan xlorid sulfati, kalsiy, natriy, magniyli suv bilan fizioterapiya usuli hamda sham yordamida davolash ham yo'lga qo'yilgan. Manzil Andijon tumani, Xortumqishloq fuqarolar yig'ini, O'rikzor mahallasi, Zahriddin Muhammad Bobur sihatgohi. Eski shahar hududidan 7 yo'nalishdagi marshrutlar bilan boriladi.